Bizni vatanparvarlik bo'yicha tushunchalarimiz o'zgarayotganga o'xshaydi o'rtoqlar. Eshitsang kulging keladi. Qarang, 200 tadan ortiq insonni turli darajada javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lgan soxta navbatchi jabrlanuvchi bugun Oliy sudni sudyalari tomonidan vatanparvarlik deb baholanib buni harakatlari. Tasavvur qilyapsizmi? İdoralarda ham bir iflos odamlar bo'ladi, soxta tadbirlar uyushtirib yuradigan, o'shalarni 1-2 so'm puliga yoki qanaqadir va'dasiga ishonib yoki shunchaki taklif qilsa ham ifloslik qilishga xo'p deb ko'nib, podstava ishlarida qatnashib yurib, kimnidir qamatib yuborgan, kimnidir qaqshatib yuborgan, javobgar bo'lib ketishiga sabab bo'lgan qanchadir oilalarda yo'q joydan boquvchisidan ma'lum bir vaqt ayrilishiga sabab bo'lgan bu insonni harakatlari qarang, bir emas, 10 ta emas, ana bor 20 ta, ana bor 30 ta ana nimada shikoyatchi, navbatchi bo'ldi. 200 tadan ortiq holatdagi ishda ham bunaqa krisalik qilib yana uni harakatini qanday buni vatanparvarlik deyish mumkin? Tavba qildi, yo shunchalik darajada bo'ladi. Biz vatanparvarlikni umuman boshqacha tushunib yurgan ekanmiz. Bu yoqda umuman boshqacha ekan-ku. Tavba qildim. Ertaga mustaqillik bayramidan oldin vatanparvarligi uchun, bu xizmatlari uchun deb bir medal ham berib yuborish kerakdir endi. Tavsiya ham beringlar mana davlat mukofotiga o'sha navbatchi jabrlanuvchidan. Qancha odamlarni qaqshatgani uchun, qancha odamlarni tezroq o'lib ketishiga sabab bo'lgani uchun, buyuk mana shu xizmatlari uchun deb turib beringlar tavsiya o'sha davlat mukofotiga. Mana vatanparvarlik deb qanaqa tushunchani beryapsizlar? Krisalik qilish, yo'q joydan podstava qilish bu vatanparvarlikmish. Qayerdan keldi bunaqa vatanparvarlik degan tushuncha? Kalla bormi? Tavba qildim. Biz umuman boshqa narsa tushungan ekanmiz vatanparvarlik deb. Aytadiganimiz nima o'rtoqlar, bunaqa vatanparvar bo'lmang. Atrofingizga qarab qo'ying, oilangizga. Shunaqa vatanparvarlar yo'qmi? Sizlarda ham. Hay bunaqa vatanparvarlikka, tupurish kerak bunaqa vatanparvarlikka. Ertaga mana shu vatanparvar deganlar davlatini, xalqini ana birinchi bo'lib xiyonat qiladiganlar shunday bo'ladi. Qanaqa vatanparvarlik bo'ladi, Gapni qisqasi bunaqa vatanparvar bo'lmang, bunaqa vatanparvarlikka tupurish kerak, tupuring.